Uzun HTML darsidagi 48-qism HTML5dagi kirgizish tipi. HTML5dagi yangi kirgizish tiplaridan email, ya'ni ilxat adresi kirgizish, URL torbat adresi kirgizish, number, raqam kirgizish, range, ma'lum doiradagi qimmatni serial tizimlik orqali tanlash, date beakers, vaqt chizlar kirgizish, search, izlash ramkasi, color, rang qimmati qatorliqlar bor. Bu yangi kirgizishlarning har qaysi tor kirgizishdagi qo'llamaslikqa o'xshamaydi. AI'da asosan degida qo'llamaydi. Operada 9.0 nashrda ko'p qismini 11.0 nashrdan boshlab hammasini qo'llaydi. Chrome'dami, Color'dan boshqa eng yangi nashrda hammasini qo'llaydi. Biz misolga mana email kirgizishni qaraydigan bo'lsak, buniki asli kodda masalan input, tipi email deb plan bu yerda shu tipiga email deb tanlagandan keyin agar biz meyaga bir qimmatni kirgizib yo'llashni bossak, bu yerda bizga email adresini to'g'ri kirgizing degan uchurni chiqarib berdi. Demak, biz buningga boshqa JavaScript kodlarini yoki boshqa hech qanday kod qo'shmay, buning faqat mush tipini email deb tanlasaqlar, bu yerda cho'qim biz bu yerda masalan uzdil@uzdil.com mahilalatdagi email adresi to'g'ri bo'lgan namada email adresini kirgizgan vaqtimizda anonki yo'llashni qo'llaydigan bo'ldi. Masalan, URL adresi masalan torbat adresi kirgizganda biz buning qalaymiqan narsa kirgizib yo'llashni bossak, bu yerda torbat adresini kirgizganda deb chiqardi. Cho'qim torbat adresi bo'lgan ekan, mahilalatdagi to'g'ri bo'lgan torbat adresini kirgizib yo'llashni bosgan vaqtimizda anonki uchur olmish chiqdi. Buniki qaraydigan bo'lsak, buni tipiga URL ama bu boshqa kirgizish tiplerini belgilagan vaqtimizda shu tipi degan qismiga input deb mush xat kuchniki tip degan xarakter qimmatiga mush qimmatlarni berish orqali bevosita aniqlanib bersak bo'ldi.